enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Magic never ends. The shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun. Сказки братьев. Aka-uka Grimm ertaklari. Journey to Tailland with a happy band. Ko'k soqol. Yolvoraman. Meni kechiring. Meni kechiring. Bu bolta bilan o'tin yorib bo'lmaydi. O'zi ham rosa chanqagandirsizlar? Rahmat. Mana. Mana. What a Qanday beautiful day ajoyib out today. kun. Something Yuragim wonderful has to sezyapti. happen. Bugun qandaydir g'aroyib voqea yuz beradi. Yana bema'ni xayollarga berildingmi? Xayolparastliging naq xildog'imga keldi. Huzurimga shahzoda oq otda kelib qo'limni so'raydi deb o'ylaysanmi? Buni kuladigan yeri yo'q. Ishonchim komil. U yaqinda albatta keladi. Nima dedingiz? Qirol hazratlari singlimizga uylanmoqchi? Ha, qizni hoziroq olib borishim buyurilgan. Mana buni esa unashtirilish sharafiga arzimas sovg'a deb bilgaysizlar. Bu qanaqasi? Josefinani sotyapmizmi? Qirol hazratlarini ko'rmagunimizcha javob bermaymiz. Afsus, xohishingiz. Malika bo'lishni xohlovchilar ko'p. To'xtanglar. Hammasini eshitdim. Mayli, men roziman. Josefina, esingni yo'q. Sen uni hatto ko'rmagansan. Buni ahamiyati yo'q. Aravasiga qaraganda u munosib odam ko'rinadi. Ehtimol shundaydir. Nihoyat orzum ushaldi. Ovqatda shahzoda keldi. Rostdan ham bunga ishonasanmi? Ha, albatta ishonaman. Ha, oltin tangalarga esa bolta sotib olasizlar. Bu boshqa gap. Hazrati oliylari xursand bo'ladigan bo'ldilar. Ketishimiz kerak. Qirol bizni kutyaptilar. Sabr qiling. Nima? Men shu ahvolda ketaveramanmi? Xavotirlanmang, saroyda siz uchun hammasi muhayyo qilingan. Josefina, yana bir o'ylab ko'rarsan. Qarorim qat'iy. Axir shuni orzu qilgandim. Ko'rishguncha xayr. Chu! Shunday ko'ylagim bo'lishini istagandim. Kirsam maylimi? Men qirolman. Qasrimga xush kelibsan. Bag'oyat minnatdorman. Qasr senga yoqqan degan umiddaman.
Ko'k soqolimni ko'rib qo'rqib ketmadingmi? Yo'q. Unda yaxshi. Axir xotinimsan. Mendan qo'rqmasliging kerak. Menga o'zingga ishongandek ishonaver. Albatta. Shunda biz baxtli bo'lamiz. Tushundingmi? Ha, hammasiga tushundim. Amringiz vojib. Ortiqcha mulozamati keragi yo'q. Qanday bo'lsang shundayligingcha qolaver. Ko'ngling yana nima tusayapti? Hech narsa kerak emas. Men ajoyib ko'ylak oldim. Yana boshqa nima kerak? Xuddi tush ko'rayotgandekman. Rostdan ham ko'ylak yoqdimi? Bu yerda istaganingcha chiroyli ko'ylaklar topiladi. Rostdanmi? Afv eting. Yur, endi tushlik qilamiz. To'g'risi bunaqa baxt kutmagandim. Soqoli biroz xunuk, lekin ko'nikib ketsa bo'ladi. Rostdan ham tush ko'rayotgandekman. Mana buni omad desa bo'ladi. Bu qasr buncha katta bo'lmasa, adashib qolish hech gap emas. Hali o'rganib ketasan. Yo'q, bunga ishonmayman. Bu yerda biram xilma-xil xonalar ko'pki, ularni eslab qola olmasam kerak. Bu qanaqa ish bo'ldi? Nega u boshqa rangda? Yo biror bir muhim narsa saqlanadimi? Rangi o'chib ketgan. Bo'yab qo'yishlarni buyurgandim. Buni ajablanarli yeri yo'q. Ketdik. Ovqat sovib qoladi. Voy bu. Buni qarang-a. Nahotki shu ovqatlarni hammasi faqat ikkalamizga bo'lsa? Ha, to'g'ri aytasan. Faqat ikkalamizga. Shuncha tom. Bunaqa ovqatlarni tatib ko'rish yoqda tursin, hatto ko'rmaganman ham. Unda nimani kutyapmiz? Boshladik bo'lmasa. Rahmat. Avval anavi kabobdan tatib ko'raman. Keyin stoqdan. Baliqni ham rosa yaxshi ko'raman. Ehtiyot bo'l. Jozefina tufayli yangi boltali bo'ldik. Bular bilan daraxt kesish ancha oson bo'lyapti. Nahotki ketganiga bir hafta bo'lgan bo'lsa, ish qilib tinchmikin? Ha, aka, negadir yuragim g'ash. Pochchamizni qanaqa odamligini bilmaymiz. Balki u johil odamdir. Balki Jozefina unga turmushga chiqqaniga pushaymon bo'layotgandir. To'g'ri aytasan. Kelinglar daraxtni qirol qasriga yaqin yerda kesamiz. Bu yaxshi fikr. Balki omadimiz kelib, Josefinani ko'rarmiz. Bunisi yoqmadi. Keltiradigan yo'qmi? Bor, lekin o'ylashimcha Hazrat oliylarga oq ko'ylak yoqadi. Ko'ylakni men kiyaman. Sen ishing bo'lmasin. Boshqasini ber. Xo'p, xonim. Tushlik tayyor bo'ldi, balikam. Darova? Bo'pti. Shimisida boraman. Azizim, nega oq ko'ylagingni kiymading? Bugun shu ko'ylagimni kiygim keldi. O'zing bilasan. Senlarga necha marta aytish kerak? Go'sht yana yaxshi qovurilmabdi. Axir bunaqasini yeyolmayman-ku. Aydorman, meni kechiring. Sho'rvaga nima bo'ldi? Sovib qopti-ku. Quloqlaringga hech gap kirmas ekanda. Bir gapni necha marta takrorlash mumkin? Kulchanonlarchi, ularni nega qizartirib pishirmadinglar? Yana nega gullarkan? Bir ish bilan ketyapman. Qasrni barcha xonalarni kalitini senga qoldiraman. Hamma kalitlarni? Ha, axir qasr bekasi sensan. Zerikarida xonalarda tomosha qilasan. Xonalarda ajoyib narsalar, bitmas tuganmas xazina bor. Yaxshi, albatta tomosha qilaman. Faqat mana bu oltin kalit tushadigan eshikni hech qachon ochmaysan. Bo'pti. Hech qachon ochmayman. Agar meni desang, aytganimni qilasan. Esingda bo'lsin. Bu ikkalamizni baxtimiz uchun.
Nega u menga ochish kerak bo'lmagan xonani kalitini berdi? Bermasa ham bo'lardi-ku, to'g'rimi? Xonahoy bu o'sha. Qirol safarga ketyapti shekilli. Qiziq, Jozefina nima qilyapti ekan? Agar shu yerda ishlasak, u albatta bizni ko'radi. Demak, qasrda juda ko'p noyob narsalar bor. Bitmas tuganmas boyliklar bor. Qiziq, nima bo'lishi mumkin? Xazina-ku, yaltirashi ko'z oladi-ya. Shularning hammasi mengami? Voy, mana ularning ajoyibligini, bunaqasini hech ko'rmagandim. Qanday hashamatli, haqiqiy mo'jiza. Shularning hammasi meniki. Hammasi meniki. Men malikaman. Naqadar baxtliman, xuddi tushga o'xshaydi. Men malikaman. Naqadar baxtliman. Faqat mana bu oltin kalit tushadigan eshikni hech qachon ochmaysan. Agar meni desang shunday qilasan. Esingda bo'lsin. Bu ikkalamizning baxtimiz uchun. Qiziq, u nega bunday dedi? Boshqa xonalarni kaliti oddiy temirdan. Ehtimol, bu xonada ajabtovur narsa bordir. Lekin Agar meni desang, nahotki u yerda shuncha boylikdan ham a'losi bo'lsa, nega bu xonaga kirishimga ruxsat bermadi? esingda bo'lsin. Bu ikkalamizning baxtimiz uchun. Bu yerda xazina emas, qandaydir juda muhim narsa bor. Lekin qiziq, juda qiziq. Yasminga kaliti bermagan ma'qul edi. Menimcha bu xonada har qanday oltin javohirdan ham afzalroq narsalar bor. Nima ekan? Nima bo'lishi mumkin? Bir marta nazar tashlasam bo'lgani. Bu yerda nima borligini bilishim kerak. Lekin bir marta ko'zimni qirin tashlasam bas. Ko'raman, bekitaman. Hech kim hech narsa bilmaydi. Bir marta ko'rsam bo'ldi.
kirdim. Negayam o'sha xonaga kirdim? Tezroq bo'linglar. Bo'ron boshladiganga o'xshaydi. Ketdik bu yerdan. To'g'ri. Yaxshi keldingizmi? Xonalarni ochdingmi? Duru gavharlarni, ajoyib narsalarni ko'rdim. Rostdanmi? Unda kalitlar o'zingda qolaversin. O'sha boyliklarni senga hadya etaman. Faqat oltin kalitni qaytar. Xo'p. Va'dangda turgansan degan umiddaman. Ha, Agar o'sha xonani rostdan ham ochmagan bo'lsang, juda soz. Biz baxtli bo'lamiz. Uni ro'molchamga qo'y. Qo'y. kechiring. Meni kechiring. Seni necha marta ogohlantirgandim. Hozir nima bo'lishini o'zing ko'rasan. Yordam bering. Yordam. Nega unday qilding? Axir senga ishongandim. Boshqa ayollarga o'xshamasding. Nega unday qilding? Akajonlarim, meni qutqaringlar. Qaranglar, qasr yonyapti. Nima? Jozefina xavf ostida ketdik. O'tinib so'rayman. Meni kechiring. Sen pok qalbli oddiy qiz eding. Chiroyli ko'ylaklardan, mazali taomlardan xursand eding. Oldingi xotinlarimga hech o'xshamasding. Nima qilib qo'yding? O'sha befarosat ayollar singari sen ham meni yagona iltimosimni mensimading. Akajonlarim, qutqaringlar akajonlarim. Nega unday qilding? Nima shuncha davlat kamlik qildimi? Nega aytganimni qilmading? Nega? Jozefina! Qasr hozir qulaydi.
Prodyuser Koichi Motohashi. Rejissyorlar Hiroshi Saito, Shigeru Omachi, Kuzuyoshi Yokota, Takayoshi Suzuki, Jiro Saito, Famio Kirakawa. Rassomlar Nobuyuko Hojimato, Masari Yamamoto, Akira Miyazaki, Nabuya Hanai. Bastakor Hideo Shumazu. Nippon Animation mahsuloti. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Rus tilidan Mirzamurod Olimov tarjimasi. Dublyajda artistlardan Barno Qodirova, Karomat Isomova, Munira Asatullayeva, Fayzulla Ahmedov, Farhod Abdullayev, Bahodir Nishonov, Fathulla Masudov. Rejissyor Kamoliddin Usmonov. Ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova. Rejissyor yordamchisi Alisher Ahmadjonov. Muharrirlar Munira Asatullayeva, Burxon Umarov. Video muhandis Sardor Nurullayev.